juda ham zarur bo'lgan ta'kid. Har sajdaga borishingizda ota-onangizga mag'firat so'rab bir marta bo'lsa ham Allohim mag'firli val validay, Allohim ota-onamning gunohlarini kechir, mag'firat qil deb duo qilib qo'yishga odatlanish kerak. Shunda ular uchun bir kunda 64 marta istig'for aytgan bo'lasiz. Agar ular vafot etgan bo'lsa, nomoyi amaliga savob yozilib turadi. Tirik bo'lsalar, gunohlari kechirilib turadi. Qiyomat kuni u kishiga notanish bo'lgan ulkan savob taqdim etiladi. Bu qayerdan keldi yo Robbiy deb so'rasa, farzandingni senga aytgan istig'fori deb javob beriladi. Bu bizning dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan insonlar uchun arziydigan sovg'adir. Sajdada qilingan duo esa inshaalloh qaytarilmaydi. Allohning bergan har bir kuniga shukr, namozni ham vaqtida kanda qilmasdan o'qishlik kerak. Shunda ota-onamiz bizga qilgan mehnatlari-yu, qilgan har qanday rahm shafqatlari-yu, bu dunyoda qilgan yaxshiligimiz yaxshi, albatta bunga ham ajr savoblar bor, lekin oxiratini o'ylab, jannatga kirishini o'ylab qiladigan amallarimiz undan ham yaxshiroq bo'ladi. Assalomu alaykum.